Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Xo'p, mana bugun biz ko'chatxonamizda turibmiz. Umumiy maydonni ko'rsating. Orqa follarni ham. Xo'p. Bitta qiziqarli narsalarni aytib beray. Ko'pchilik telefon qilishadi-da yoki Telegramda o'z dastavka bormi deyiladi. Dastavka обязательно bor, albatta qilib beriladi. Baribir dastavka mijozi bo'y cho'nchagidan ketadi. Meni cho'nchagimdan ketmaydi hech qachon. Ochiq oydin aytaman. Ko'chat zakaz qilayotganda ham oldingi videolarni chisla sanasiga, yillarga e'tibor bering. Narx-navo qaysidir yili 10 ming bo'lgan, 15 ming, 20 ming va nihoyat 50 ming, 60 ming yetib keldik. Yillar davomida narxlar ko'tarilib. Dastavka ham shu narsa. Dastavka обязательно mijozi bo'ynida, cho'nchagidan ketadi. Endi biz ko'chatni ko'chirib ko'mib qo'ymaymiz. Bitta deganga bitta, 10 mingta deganga 10 mingta ko'chirib yetkazib berish qurbimiz yetadi. Xudo xolasa, bitta narsasiga e'tibor beramiz. Yaqinroq olib keling. Mana shu ikkita ko'chatni yaxshilab uzoqroqdan va yaqinroqdan olib bering. Mana uzoqdan ko'rsatdik va yaqindan payvand joylarini ham ikkalasini alohida ko'rsating va ikkalasini ko'rsating. Ikkalasi chiqsin kadrga. Ikkalasi mana kadrda ko'rib turganingizdek, ikkalasida onali shoxlari bor. Qassilisi original ko'chat deymiz, payvand ko'chat, qassilisidir, payvanddan qochgan ko'chatda. Hozir video davomida aytamiz buni. Ikkalasini bitta olib ko'rsating, mana shu pastda bir qara joy ko'rinsin, mana yeri bor. Mana bir qara joy ko'rinsin. Payvand joylar. Hop, biz mana yil davomida bahordan bir payvand tutmaganlarni olib tashaganmiz va boshqa ko'chatchilar ham olib tashisa kerak. Mana yil davomida bunaqa brak tashaganimiz. Shunda ham ishchilarimizdan, bizdan qochib mana shu kungacha yetib kelgan. Manaqa shu. Mana shu ko'chat hozirgi kunda 60 ming so'm bir guttumdoq. Bu 2 ming so'mlik ko'chat. Hozir ikkalasini ham ko'chirib ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Ko'chat aytganda muhovatga ehtiyot bo'lsa, naborot bu baqvatroq turibdi. Ko'pchilik mana shu joyda mana bo'g'ima bo'lsa payvand deyshadi. Mana bu. Bunisini oldin ko'rsang, buni yerga tashlayman. Mana payvand bu o'tadi. Mana bu ko'chatni e'tibor bering. Buni borku 99% odam ajrata olmaydi. Biz ham qachonki ajratamiz, mana buni ichida turgan bo'lsagina, mana tanasidan ajratamiz. Lekin agar bu ko'chirilib yerlarga dumalab bo'lgandan keyin hatto biz ham ajrata olmay qolamiz. Shunisidan Xudoning o'zi asrasin. Ba'zi bir joyda bunaqasini ham teppa-teng tarbiyalashadi-da. Bu ko'chatni 50 ming, 60 ming sotishmaydi-da. 20 ming, 25 ming ikkalasini qo'shib sotaverishadi. Bizda bu ko'chatni brak 1000 so'mga ham deylik olmaydi hech kim, bizdan sotmaymiz. Mana bu ko'chat qimmat ko'chat. Biz endi bu ko'chatni nima qilamiz? Hozir o'zida yo'q. Bu ko'chatni shu yer o'zida brakka chiqazamiz. Chunki bizni poylamizdan chiqib ketsa, o'zi mijozlarga qo'shib beramiz. Nechtadir olganga qanchadir qo'shib beramiz, yo kichigidan yo anaqasidan. Bitta yarintasi o'tib ketib qolsa ham, ertaga bu achchig'dir, qattiqdir chiqsa, bitta ichidan chiqdi dedi. Shuning uchun biz birga bir chiqsin deb hozir o'zidan brak tashlaymiz. Ko'chat aytganingizda dastavkaga ehtiyot bo'ling. Dastavkada yana qaytamiz dastavkaga. 50 minglik ko'chat ko'rsatib turib, boshqa joydan 20 minglik ko'chat jo'natib olish hech narsa emas. O'shaning uchun yoki hozir zamon rivojlangan internet
Ha, videoda ko'rib ko'chittiringlar ko'chatdi yoki tepasiga kelib olib ketinglar. Ekayotganinglar pomidor emas, 1 yilga aldanmasizlar. O'rtacha 5-6 yil yo'qotasizlar. Shundan Alloh o'zi asrasin.